La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Eşhedü la ilahe illalloh ve eşhedü Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, O'rta Osiyo xalqlari, butun dunyo musulmonlari. Ruscha tiliga men Shayx Mustafa al-Adaviy deganiga qo'ydim radiya. Yana o'zbek tiliga qo'yamiz. Shayx Mustafa al-Adaviy degani tinchlik qilish, ya'ni kamal zamonga musulmonlar o'tirishi, urushlik aralashmasligi, mana bu bizlarning vaqtimizdagi fitnalar, mana shu zamondagi Amerika, Iroq haqida gapirmoqchiman. O'sha fitnaga aralashmaslik, dam turish yoki boshqa qilishlarga hamma shayxlarga bu hamma O'rta Osiyo musulmonlari shayxlariga ham, Yevropa, Amerikani ham, boshqa arablarini ham, arab to'liga voy deganlar. Ya'ni Imom Mahdi degani men hammasi bitta narsa. Imom Mahdi deysanmi, son ikkinchi kelishi deysanmi, dabbatlar deysanmi, Efiopiyangi qahtonlikdan keyingi jahjahda ham qul naynay degan misol nima qilish kerakligi haqida gapiramoqda. Amerika Eronning haqqiga o'zi dam turish haqqiga gapirdi. Bu Mustafa al-Adaviy deganing damgina o'tirib, yangi Allohdan shu balolarga duo qilish, tinch o'tirmaysan, tinch o'tirgandan keyin Mahdi chiqadi, Mahdini zamoni bo'ldi. Mahdi chiqqandan keyin unga birikishing kerak. Uni holini birikmaganini holingni Abu Muslim Sahih Muslimdan men 1939-hadisda men mana bu yerga rus tiliga ukrepliyat qildim, yopishtirdim, tiqdim, YouTube'ga joyladim. 1939-hadisda o'zi ruscha hadis 2-3 marta o'qidim. 22 minut vaqtim shuni o'qiganga, bir o'qinga uzun hadis 22 minut vaqt ketdi bu. U kishi haqida, yana 3 kishi haqida Qur'on Karim kishini vaqtincha to'xtatib, keyin uni kechirgan Tabuk g'azotidan boshqa hamma g'azotga borgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at bergan ekanlar, qancha joylarga janglarga borib, u kishi har kuni boraman deb otlangan ekanlar. Bu sahih hadis bo'yicha, ya'ni otlanaman chiqib shu bir kun ancha cho'zilib, keyin jo'nash payti jo'na olmay qolgan ekanlar. Shu keyin yana 2 kishi u kishi bilan shu ancha yaxshi, Alloh yaqin, Alloh rozi bo'lgan bir kishi sahoba bo'lgan ekanlar. U kishi Ka'b ibn Malik, u kishini Abdurrahmon ibn Abdullah ibn Ka'b degan o'sha ibn Malik o'sha nevaralarim, bir o'g'illari degan Ibn Shihobdan kishidan kelgan hadis bu. U kishi bora olmaylar, Tabuk g'azoti bo'lgan, bu Suriyaniki xristianlar bilan, yevreylar bilan bo'lgan, o'sha Rum tarafi degan o'sha Suriyaga o'sha borganlar. 100 mingdan oshiq. Hozir yana bitta video qo'yibdi. 100 ming deb men hadis nimalardan o'qidim, ya'ni payg'ambarimiz haqida aytganlardan 100 ming deb eshitdim. Yana keyin aytibdi, yana boshqa qo'shilgandi. Abdulla Zafarning aytibdi 200 ming kishi bo'lgan deyapti. Nima bo'lgan taqdirga ham u yerga bor yo'q 3 mingta borgan yankilar, o'sha bu kishi bormaganlar. Borib kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilar chiqqanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kulib qaraganlar-yu, indamaganlar-da. Chunki yaqin kishilar bo'lgan, indolmaganlar. Keyin hech qaysi o'sha g'azotga borganlar bunga gap qo'shmagan. 40 kun, 50 kun uyga o'tirgan, 50 kunga yaqin bo'lganga, hatto 40 kunlardan keyin, 50 kunlardan keyin xotiniga ham yaqinlashmasin deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kishi aytganki, talog'ini beraymi desa, yo'q deganlar, talog'ini bermasin deganlar. Keyin uyning ustiga chiqib o'tirganga, u bir 50 kunlardan keyin bir sahoba nimalar kelar ekan, sahoba deymiz, ya'ni xabarchilar kelgandan keyin sen af qiling, Qur'on orqali af qilingan ekan u kishi, oyatlarga kelgan, u kishi kechirgan haqida oyatlar bor Qur'on Karimga. O'sha kishi keyin yangilarga kiyimini berganlar, kiyimlarini, uydan chiqqan kiyimini, yeginlarni kiyimini berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borganlar. Keyin shuni haqqiga qaysidir bir jangga yutgan o'ljalarini ham berarganlar, qaysini o'zing olib qol deganlarmi. Bitta urushga bormagani uchun qanchalik bularga nima kelgan, ya'ni bitta jangdan qochgan shunday bir ulug' sahobaga oyatlar tushgan. Sallallohotki men chiqib turibman, Mahdi Imom Mahdi chiqdi deganga birlashmasanglar, qanday fitna zamonlarga kelib Amerikaga mana 2 oy bo'lindi. Qamar surasi 1-oyatdan mana endi keldi asosiy voqeasi bu oy bo'lindi degani bu. Ya'ni oilalarga ayol bo'lsa, kelinchak oy bo'lsa, mana shu bo'lindi deganing bu Abriyal fitnasi degan hazga turgan ayol haqida ham gap ketadi. Chunki oilasi buzilgan, uni ikkinchi, ya'ni meni yaxshi ko'rgan vaqtda bermay boshqa kishiga bergan. Vaqti kelib u Kallugaga borgan, men Moskvaga bordim. Qarshi Kalluga qarshi, ya'ni geraga shug'ullanib tushgan. Ular vrach edi, ular yaxshi inson bo'lish kerak bo'lsa, Allohga yaxshilik qilishga, insonlarga yaxshilik qilish kerakmi? Men lekin Moskva Kallugasi, Moskvaga Kallugada menga nikohlayapti. Alloh o'sha 40 yoshimga, 45 yoshimga o'zim
Allohdan so'ragan paytimga brigadirina so'radigan, menga uchragan xuddi yangi Xizrday bo'lib uchragan. Keyin nima qiladigan brigadirina so'radigan, brigadirina Alloh qalbimizda, dilimizda degan hadisdan bu. Rabota qilota, rabochi ochiq xaltura qoldirish mana qilma gap ketibdi. Mana shu mahding man yangi nima qilish kerak haqqa mana bu paytlarga men gapiraman, menga bo'ysunishing kerak. Hamma shayxlaring yangi jihodga da'vat qiladining ham, uyga o'tirdiganing ham, uyga o'tirib damgina o'tirmaysan, telefon orqali, YouTube orqali, internet orqali menga birlashasanlar. Xohlasang o'zingni kanalingga shayxingni xohlagan kallasi sig'inayotgan xohlasang ana komil insoningga demokratingami, Jahongir nima Muhammadmi o'shani kanaliga yoz. Ayt, men Imom Mahdiga bayat berdim-de. Yangi sarasi tegirmonni boshida O'rta Osiyo o'rtachasini ushlaydigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun hamda O'rta Osiyoning mazhabini ushlaymiz-de, boshqa joyinigini ushlamayman-de, boshqa shayxlarga ergashmayman-de. Yangi saroy mullalarini tinch o'tirdiganingni davomi ham bo'ldi. Tinch uyga o'tirib qilishtirib sindirma. Imom Mahdiga ergashgan internet orqali da'vat. Yangi qul jah degan ham nay qul ko'p gapiradigan qul degan ma'nosi tovush shernikidan baland degan ma'nosi internet qayerdan mana bu yerdan gapirsang Amerikadan ham, Yevropadan ham, Xitoydan ham chiqadi. Ya'ni da'vat mana shunaqa bo'ladi. Bitta parillab chiqadi mana interneting orqali. Qaysi insonni da sherligidan bo'ladi, hech kimniki bo'la olmaydi. Sher bir o'kirsa, qancha yaqinga bir bittasini yedi bilsanglar to'shingga. Do'shi o'kiriladigan qo'shnilar o'sha o'kirilgan do'sh yerlar zilzila bo'lib ketadi degan. Qayting do'shing yer zilzilatadi, hech kim senga zilzilat olmaydi. Shuning uchun vaqt ketkarma. O'zingni shayxingni kanaliga yozasanmi, peshonangga yozasanmi, kutganga yozasanmi, samolyot mashinangga yozasanmi, ayt men Imom Mahdiga bayat berdim-de. Men Allohga ishonaman-de. Allohdan o'zga kuch-quvvat yo'qdir deb yozgin, qo'rqma yo. Demokratingga yozasan, boshqanga yozasanmi, soatlar 2 soatlab qanaqa bir nimalar qilib sanlarni olib vaqtingni o'ziyapti. O'zbekistonni buni qilaman, demokratda qilaman. Amerikaning ahvolini ko'ribsan. Antikrist yoki dajjal mana shu demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi derlar. Tog' million tonna bo'ladi, bitta inson ko'tara olmaydi. Non bu oylik yoki boylik, ya'ni O'rta Osiyo musulmonlari Amerika, Yevropaga ishga borishyapti. Uni jannati do'zax, do'zax esa jannatdir. Ya'ni erkakni erkak, ayolni ayolga ham nikohlab beraveradi. Va har qanday harom narsalarga ham rozi bo'laveradi. Advokating bo'lsa bo'ldi, odam o'ldirishdan ham oqlanib olasan. Puling bo'lsa bo'ldi, hozir hamma narsani hal qiladigan bo'lib qoldi. Qur'on Karim va hadis asosida tuzilmagan har qanday konstitutsiyalar yotdir islomga, ya'ni dajjoldir. O'limdan boshqa hamma narsaga hal qiladimi? U faqat o'limni Alloh taolo xohlaganini yig'ib oladigan bo'lyapti. Qur'on Karim Alloh va'da berdi, boshqa kitoblarda va'da bergan yo'qmi? Qur'on Karim va O'rta Osiyo din mazhab hadislar asosida bo'ladi konstitutsiyalar. Mana shu uchun Alloh taolo man qilgan yerdan harom, aroq, sigaret, narkof, fohishabozlik, qimor bu narsani sportda aylanish kerak. Har kuni men ichki ishlar vazirligidan kamiga 10 ta video, 5 ta videoni ko'raman. Tabletkalar, psixotrop moddalar, lerika, perika, tramadol qanaqa tabletkalar uydan ishlab chiqarib sotyapti. Gera, pera mana qo'shni Tojikistonga turaman. Nima uchun sanlar Tolibon, Sholibon deyapsanlar? Qanaqa harom davlat bo'ldiki, qanaqa islomni qilgan davlat bo'ldiki, vaqt Pokistonning o'tibdi, vaqt nimaga Eronga o'tibdi, vaqt yana geralar chiqib kelyapti. Musulmon davlatdan gera ishlab chiqaradimi? Kofirga o'lim deb ustiga gera kelyapti. Alloh taoloning bandasi hammasi. Kofirga o'lim desang, u oilaning o'zidan 20 ta kofir chiqarib beraman senlarga. Alloh taologa qanchadan qancha qarshi turgan kishilar bor. Shuni harakatiga bo'laylik. Qiyomat soatidan o'tish kerak. Zuhruf sura 61-oyat. Qiyomat soati degan qiyomat kuni ham deb shayxlaring aytadi buni. Iso keldi, tamom 40 yil, 50 yil umr bo'ladi, tamom. Hamma narsa Qur'on ham tortib oladi odamlar qalbidan degan. Alloh hamma narsa qodir xolisa, qalbingdan Qur'onni tortib oladi, bilmay qolasanlar. Qur'onni tortib olgandan keyin nimaga ergashasan senlar? Trampga ergashasanmi? Putinga yana bitta yaxshi bir chiqib tursin deysanmi? Mahdi chiqsa deb turuvding, Mahdi chiqdi, mana menman. Nimaga ergashyapsanlar? Nimaga? Mayli menga yaxshi narsa yozmagin mana birga, lekin xunuk yomon narsa yozsang ham bo'lmasa o'zingni shayxlaringga ayt, kelishib ish qilinglar. Lekin bo'ysunish menga bo'ladi. Bo'ysunish Alloh taolo boshqaradi albatta, lekin ishlaringdan bitta kishini sababchi qilib qo'yadi. Ishlaringdan bitta kishini xalqani sayladimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'shanaqa yangi fath bo'ldimi? Fasl ras kelgan bo'ldi, lekin bundan keyin ham to qiyomat soatini kunini cho'zish uchun, yerga millionlab, milliardlab hayot yil bo'lishi uchun inshaalloh buni nima bilan bo'lish kerak? Islom bilan bo'lish kerak. Konstitutsiyalar. Keyin har kim o'zi uchun javob beradi. Ilmi bormi, dunyoni o'si bormi, peshonasidan ko'radi vaqiga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davay birlashamiz.